Assalamu alaykum. Tekrar sizlarning huzuringlarda turibmiz. Bayatdan bir texnikalik masala chiqib uzilib ketib qoldi. Butunlay sistemdan chiqib ketib qoldik. Yana qayta kirdik. Sizlardan kechirim so'rayman. Shundaq ba'zi texnikalik masalalar bo'lib qoldi ekan bu internet dunyosida. Biz bugün bayda ötüp ketkinimdek vatan içi ve sırtıda meşhur ressamlarımızdan biri Ekrem Emin Efendim bilen söhbet ötküzüvatımız akademiya söhbetide. Ekrem Emin Efendim özünü azraq kıskıç tanıştırıp öttü ve hazır Ekrem Emin Efendim'ninki kapak resim sızap muşu İşte yani resimsiz işini hem de kapaklı yötküşü ve kapakta resimsiz şey hatta hem de hazır terakkili başka neslergim öttü bunu özü dep ötüdü program içinde. Ama kapaklı resim sızap siz hazır hem de naydı yeni bir uslup dep oyladım ben. Belki başkalar mı başlagan boluşu mümkün ama siz bunu yeni bir basmışka köterdiniz hem özünüzün sırçalığını belki özünüzdeki uslubunu yaratkan boluşunuz mümkün. Muşu kapak resimsiz qandaq başlandı? Şu yerdə qalğan tipi demək, şu yerdən başlagan bolsaq. Qandaq qılıb siz o qağazga yoki başqa narsalarga sızgan resimni muş kapaqqa uyguladınız ve bütün Uyghur medeniyetini muş kapak arqılıq təşviq qilishqa başladınız, tonutishqa başladınız. Mərhəmət. Nurgun yaxşı işler, çoğun işler asan yerden başlandı ekan. Mesela menimki bu kapak siz usulum ağın ballarım meni başçı qaşıvatdan. Aç ballarının uyda künde digidek arılışımız bir ağıyla var, bejini bir lokal resimci. Bu bala öydekiler ticaretçi olan ki Kazakistan'a pul berip kildi. Aç bala öyde kapak sızdı, ektirdi. Sitiyeti de yani kayıp kep yani sızdı. Andiki ben bir kere de ben de bu kapak nesem bunda kısan bu sanat mı ya ticaret kotam setsem ya sitilgan ki ben bir kul galiba kaldım da oylayamadı yani ben dedim kapak ne ande sen sızma oldu. Melli kılay ben bir alay diye bir Uygur medeniyetine, Uygur sanatını mışını arlaştırıp ben bir özemci kıp koyayım bir kancılık kılıma desem tez Ekrem bir kapağını sızıp oğaçı beşimde tütün çıkı dese sınap bak dedim. Ben dedim iş beşimde tütün çıkıdak neyse izlep şu gendim bir gendim başladım. Dep şu günden başlayıp öyle gitipten ben kılıma diyen işini ben kılalaydı adamda ben özem işini ben çünkü dedem bana bek mühim gepni bir kıldı şu işimde vardı. Bir işini kılmak kılsan bek puhtu kıl diyen gep isimde vardı. Şunun bu 3 yılgıcı öğenin bir sorularımı katlaşmıydı ben. Yoğablık ettim ben. Onun deyken nurgun körgezmelerine açık baktım. Tuncu kıtım bir kapakını atlasını sızıp açık onu mukabat edilip tesiribet çoğup bunun da atlas şirketim işte birle çıksak bir yere geldim. Malezya'nın ki yerinde dedi işte paytaxtda bir çoğun körgezim batırsam karsam o çoğun körgezim eski o çoğun aşı 53 devlet Müslüman devletler jığılıp bu padişahların meclisine. Onun tüyünde tabi yeni sanayet ve yenilik kol hünerler varken de bu kapakını ben aşağı çıkıp melle çıkıp ben de bu kapakını uygulanışı şu aşın içinde çık kapakını. Açık kısam da koysam diyen cık adamlar diye jığılıp aşı şu vaxtdaki aşı Pakistan'daki ministerinin ismini ben Musa'yı kutlap da koydum. Aşağıdan başı yerimde ütüp koyuşnam da cık padişahlarımı görüp işte onu video ağzımda o. Şunu karab hayran kaldım da bu meni aldım bu mışınçı kelgenge çokum meni köyü dikemeydi. Ular çokum aşı kapak arkalık bizim Uygur medeniyeti köyüne geldi. Şunun ki meme kızıktım şu vaxtada. Nurgun muhbirlar meni yani mahkemede çıkıp bu yenilik sanat şu vaxtda dep bolgan. Anegin ertesi Malezya'nın bir takside çıksam ulam tunu gittim beni. Uygur könüsünür depçi. Şuna özemde bir xil alaka tıxım işençik payda bolup anegin bu kapakны endi qaytıp ketkiçe menenki bu işi yerdeki haberlerim aşı Tanrıtaq güzeller pilalar çıkıp boptu da meni çıkarmak yok da. Nurgun pilalar kütüyor. Ben özem xiyalım diyor kapakны yani qaytıp yani başkını sızaydı. Çünkü o vakti sızgan kapaklarım hazır karsam pek attı. Bırak şu devirlerde bir yenilik. Endiki Nurgun Dehalla Tanrıtaq güzel çıkan iken benim makallarım çıkarttı. Barağını pul kılan mı, Ekrem kapaklı kapak kılan, kapak nemde de çıkır. Bunca makallar. Kapaklı pul kılan mı, Ekrem degen. Nurgun Dehalla degen kapak deyirip degen kapakını açıp set.
Endiki o Beijing'larda kapak, kuru kapak 500 so'mga deymisan, 500 so'mga yaraydigan olib ketdilar. Kuru kapakmı? Çünkü men o mening videomda dаңlıq rəsmçi Kerem Nasirdin Şatgünüsü adam men üçün sözləydi o, siz onu anladınızmı? Ekrem bütün rəsmçilərə Ekrem kapakni sizib dedi unutib qoldim. Mana cho'ng baho berdi. Shuna bo'lganda bu kapakni men o'zimcha men yaxsizolmadim deb o'ylayman-da, shu maybiyoq rasmchilarga chiqarishim men. Chunki bularningki bak tasvuludir. Bularniki suvoq rang, issiq rang, oshimishloq degan 5 qitib arallar bir parcha rasm degan xeyli vaqtgacha sizda. Shuna olgandan keyin men ashlarning orasida qarsam, men sizish oddiy deb bo'lgacha kayfiyat to'g'rilgan dedim Nasir Kerem Nasirdin kamchi. Hani bizdeki bir kaydımız var şu devirlerde. Bizim en yukarı malımız şu Azamet Kerem Nasirdin kamla. Bunlar bizim malımız ve ağinimiz. Bekire Kerem Nasirdin. Pulu uygu olsam var Ekrem. Jigit de baha verdi ama. Aşın iyilik baş bakalım. Jigit dedi Batur demeden de. Batur kılı bade uyuyor adam. Şunu özellikle endi jigit okutmaya dedim ben. Şunu onun için benim tesirimiz sen vallahi yaxşı oldu. Endi o vatanda manda bir qaydalar var. Birazcık bir natija ko'rsatsak, bizning bu Uyg'ur bolalarning esilligida menga sorun tuzlaydi. Sorun tuzlab bir akog'inimiz sorunda sal uyga olib qo'ydi deb maqlab uyga olib qo'ysam, shu og'inimizning opisi degan jig'ig'idek bo'lib ketdi meni ko'ribchi. Uyga mening demoqchi bo'lganim endi bu onamiz şu vaqt qilgan ishim bakmi cho'ng bo'lmasimi, shu onamiz meniki yozgan gazetlarni ko'ribdi, mening qilgan ishlarimni bo'lib degan bu madaniyatning ichida bu bir Uyg'urlarning urf-odatida bakjiq esil gap so'zlar va shuni men rasm orqali bildirdim. Endi buni men faqatla ram orqali bildirsam, xalqlar bir parcha rasmga deb o'tib ketdi. Biroq men usulni qapoq kirgizatdim-da. Shuning haqida diqqatni tortadi bu. Tatqandaki kirpoplam kapakka hani ki ben de sual soraydı bu nima qatıdı. Degan ki bu yangi yo'lga adab qoldim. Shuni ana degan ko'zi yosh chiqib ketdi. Shunda bo'lganda bu o vaqtdagi natijalardan so'zlasak, ya'ni xil uzoq so'zlab ketamiz. Endi bu qapaqni endi yana davomli sizdan o'xshayman bir manzil qo'yib qo'ydim men. Chunki men o'sha hayotimda 2 qitim men dünya ketdim desem burada. Çünkü 2 qitim bek qattiq og'irdim ben. Yana birisi men to'la jiqilgan odam. Ne jiqilsam shu yerdan qo'yib ketaman. Shu yerni qo'yib olayman-da. Bu demakchi o'g'lim men kesdimi, jiqilib ketsam, yana shu yerni qo'yib olayman. Ba'zan ishlarda turmushlarda jiqilib ketsam, yana shu yerni qo'yib olayman. Bu demakchi o'g'lim bu o'g'a bolaga ashna bo'lish kerak deb o'yladim. Lekin men ne chiqdim jiqilib, ne chiqdim qo'yib qilgan ishlarim birsi-birsini yaxshi chiqib bordi. Biroq bu Norvegiyaga qanday keldim desangiz, men og'rib qo'ram. Doktorxonada sen ayrılan o'tlasan bo'lmaydi deblam. Men ayrılanga qizim kichik bo'lgan ekan, opsiga ko'rishib olsin deb men o'y berdim. Ayrılan keldik. Kelgan kunim degan men Avrupa chiqdi mana shu ayrılimdanchi. Bu bek muhim qo'ram. Meni Avrupa chiqdi. Meni uyamda opla bu meni Avrupa chiqdi, bas u doktorga ketdi. Bu yerda Ayrıldın doktorxanada bana aytdingizmi? Şu vaqtda meni kichik opam meni oldimga chiqdi, o'yliklar chiqdi. Kichik opam bizning oylik deganda dadam g'o'jlik bo'lgandan kichik opamni azroq bir qiziq shikatli qilib qo'ydi. Voy, men o'zim boqqan bu bolamni bir qayerga ko'mab qo'yman deb chiqdim deb degan shikatli qildi-da. Men dedim, mayani sap Toshkent, men internet oqtasam bu Norvegiya Toshkentda bir issiq to'plar yo'qmidi bu yer meni ko'maydigan deb men og'riq turtmash gapni yodadim. Bo'ldi, sen bu ko'mma qara. Allah'tan tiledim ben. Benim itikadım pek güçlü, ibadet mi yaxşı. Qine be kuchim yetkichi, yani özümden işini kitabe dedim. Ben de degandek doktorxonada şu devirler ötüp doktor annekin sen hazır resim qilib olding. Doktordan bir narsa so'radim-da. Bu kesilim meni biroqli jinini olamdi ya bu qanday qilsam sen yaxshi bo'lib qolman desam, davomli tishini qilibdi, midrabdi deganda dal meni yaxshi ko'rgan kasbimda. Shu kundan boshlab kon va vazifam mening qara. Kon vazifam mendim, shu mengacha hozirgacha menyapman.
tağına arsı kirkitme, bağına arsı kirkitme aşağıda. Müşü taşın müşünü ben mayla çıkarttım. Çoğapam bana müşükler koy. Müşükler rakam koygan müş küçük müşünü sizip ben. Aş tağına arsı bir çoğun müşükten bir sizim. Endi bu çoğun müşünü siz bu neymiş ki ben taşlı oynayıp ketmişsiniz. Bergen'de körgezim kalktım bir balla tunuşup kaldım. O bal bana çakacak. Ekrem aka seni sen kapak bet tunulgan tağızı taş oynayıp kettin dedi. Enigin şu vaqt kapaqni eklemey, ya kapaqni ötkazmaydi. Ya yolum yok. Enigin taş bendi, müşük bendi bir şey sızıp durup bende. Kapaq yok olsun bende. Başka nersime okşaş nemini çıkarsak da ben aklet sen açıp kettim ben Norge'ye. Nemini köysem şunu sızdanıp kettim. Yağaçını sızdım bek yaxşı ketdi. Taş sızsam yani yaxşı ketdi. Taşını bekerek mişerdeki yerlikler körep yaxşı körep ketdi de. Biroq yana shu qapoq ben kallam qapoqda bu qapoqni qanday qilaman deb endi jiq balla endi akab birman degini va necha yil o'tib ketdi akab biramdi. Shunda bo'lsa bir balla va'dasi turib endi u qapoqni men pul ver deyishdim. Sen akab bersam men mancha pul berma. Akab bersam bo'ldi dedim. Ashuna akab deb qapoq san'ati yana boshqadan boshlandi. Bu qapoq san'atidan surishib kelsak endi qapoqni şu vatanda vaqtimda shu vaqtda qapoqni men kelsam nomim chiqqan vaqtimda men aqtasam bizniki Qozog'istonda Hashim Malim endi dunyoda endi eng oldi desak bo'ldi qapoq san'atida. Men aşağı barman deb bizning ayardan shu vaqtlarda endi chet elga chiqish bakli tas. Qanday olmasa endi tirishib baqsaq bir amal chiqqan bo'ldi ekan. Shuni men ikki qitim Qozog'iston chiqib birinchi qitim endi ko'rishamdik. Ikkinchi qitim chiqqanda ko'rishib odamlar yaxshi mehmon qildi endi Hashim Malim. Endi mening maqsadim shu Hashim kamninki ishlagan qapoqini men o'z ko'zimga ko'rsam, nima uchun o'z ko'zim ko'rmay deganda bunini men o'zimda plan bor. O'z ko'zimga ko'rsam, endi men yangi yo'l topa olmayman. Ko'rsam men ashlarniki do'rab menga versa bu yana yangi chiqmaydi. Ko'rsam Hashim kamni menga o'xshash mijoz bak yaxshi odam ekan bu. Ashi kelgan kunimdan bir so'rinni birini tuzildi. So'rindilar xuddi bir burun kichik vaqtda biz cho'ng olgandek og'inib ketdik. Aytsa apadi ko'rib, rasmga qarab baqsam, haqiqiy hamma taraf to'lgan odam ekan. Mening nomus bor edi, biroq bu odamga men endi u odamdek chiqish qilamdim-da. Endi men yo'lim tepib oldim. Yo'lim tepib oldim deganda, men siz mening qapoqimga diqqat qildingizmi? Ular qapoqni masalan, mushta qapoqlar olib qolsa, bu qapoqlarni ya meni kesildi, chaplar. Sen oturarak elim. Ekran tas görünmeye kaldı. Mesela bu kapaklarını ko'rdingizmi? Mana ularniki ifodadan. Acayip chiroyli sizibsiz. Evet. Mesela bular kapakni meyani kesib, meyani chaplaydi, yamiz meyani eshik ochadi. Ashtaq bir narsalarni qilib, kapakni sanaq chiqirdi. Jiq vatanda bu qapak rasm chizayotgan, ashuna yasaganlar, masalan, uydu kapaklarni-chi. Har xil nimalar chiq. Shuningdek ki men menga bunda qilgan yaxshi bo'ldi, menda yo'l tepish yaxshi bo'ldi-da. Endikin Sizin başka işkence siz fakat kesmeysiz. Fakat bütünlü siz ay sizde. Ben de bir hırlı yukarıya gelip ben dedim bu. Kapakını çoğunlardım sordum. Kapak zaten niye faydası var da çoğunlardım sorayım ben de. Norveç'te kişi kapandığımı sorayım. Kişi kapan vaklarda maytağda vaktımda sorup bakam ben çoğunlardım. Sorsam Uygurlardan ki üyde her bir adamın üyde bir kapak var. Bereket ekildi. Çümüş bir etkençe insanlar degen şunla təmin qılıdı. Endi bir adam a dünya məşin aldı da mən ketmək üçün o çümüş bir qapaqını bəndi jüyümüz. Yani qapak sentedinin ki nemiz çıxmadı. Çıxmagan ekan yani bir adamı sordum. Qapak çıraylık mı zaten desem çıraqlar nima üçün qapak baş deb qatnımda raqamlarını qoydu desem şu qapaqni çıraylık aylandıramagan ekan şu qapak baş deb qo'ymiz. Degan ki bo'ptundan deb qarsa bu qapak resim sizmişsinizmi? Qapak o'z chiroyli qo'ygan qo'ysin. Bu qapak bek nozik qarang. Sal diqqat qilmasangiz bu qapak chiroyli chiqmaydi. Shuningdek bu orliqdagi yo'l degan men chiroyim qarsangiz bir xilda kulib yurma qanday edi. Xuddi tunagin bir o'tirishda qaytib kelganda. Aminatda necha kun kecha uxlamayman-da men. Bir qapaqni har xil sizman. Men siziq bilan o'ynayman bu qapaqni. Shundoq o'zimning yo'limni aqlmay topdim men. Topganda hozirgi qapaqim qanday olib ketsangiz hozir qilgan endi
bir muzeum qo'yg'iday qapoqlarim bor. Endi ular kelib savol so'rasa, bu qapoqni sen faqat sizinglasam, sen o'zing qarab boq. Sening bir parcha rasm, mening bir qapoqning ichida bir o'zimninki ijodiy bir asar. O'zimizniki asri, mening asrim deganim o'zimning madaniyati. Madaniyatni o'zgartirmayman dedim. Biroq mening sizgan uslubimda bu madaniyatni dunyoga paqirtaman. Shuning uchun sen yaxshi ko'rdingmi deb xili yuqroq rasmchilarni so'rsam, sen bek o'tkirkansan dedi. Nima bo'ldi desam, sen dadam nima xizmat qildi dedi. Dadam rasmchimi dedi. Yo'q desam, dadamchi dedi. Dadam degan shu mashinamda qo'lqida anglaydi, ne buzib qolgan biladi. Endi bizning haliqi yaxshi maktabda o'qiymiz degan vaqtimizda oyoqni olsinmi, yangi oyoq olmaydi, pul jig'itdi bizga shu yaxshi o'qib olsin deb oyoqlarimni tikib bir desam, shu hunari bor dadamniki. Shuni olgandan keyin sen shu qapoqni sen buzmabsan dedi menga. Shu o'ziga o'zingninki bilgan siz uslubda mush maktabda o'qibsan deb mening materialimni kelibchi. Hamma tarafdan sen güzellikni tepibsanmish qapoqniki yerda. Endi biz burun ulam ko'rapkan. Biz burun qapoqni ko'rdik. Ular uydu, yasaydı, biroq u bir tas ish. Sen qapoq hech narga chiqilmaylan. Bunda chiroyli qilib etishmi, xil jafo tortmansa deganda ham Acı Japon'u bir desem falan 3 saat deymen de vay bu boynam degan ağrıp degan uyak nimqsam bu yak nimqsam doktorga barsam meni operatsiya qilsak saqlay deganda aynib ketmiş shuning uchun bo'ldi deb chiniqib жүрib ben lekin qapoq santini yaxshi saqladim. Endiki degan meniki muhim so'zmoqchi yo'g'inim asli oldida unutib qoldim. Mushuk, qapoq, ram. Mushuk uchun menba birlashi. Nega bo'lsam bilmayapti-da hozir. Şuna olganda onun içinde taşnımı sızgı adamlar çık. Ben özümün usulü ve siz baktım. Şu Norveç'de özümün tuğan şehirde. Hiç kim bilmedi ben. Hiç kadar adam yardım talep kılmadım. Yanlışlıkla aktarsam pul yok. Yani bu materyalım ilişkirek bazadım. Bunu kandak kıdış degende ben hemen özüm amal kılaladığında şunun taşkı özümün usulü ve sızsam kapakla kemiğe aktırman doğru geldi. Şimdi bizden aşı bek çıraylık yerinin ki balla tulumamadım. Ben balla bebek yakşı çıkışım ya balla. Balla bek külde de gidek balla bile oynayayım. Birisi tili güneş ki yakşı gel, yani birisi bulanın ki Norveççi inspiration deyimiz, hissiyatı pek yeni aşağı bep. Şimdi onun iki maç balla mağadan yolunun ki pek güzel yerde bir eğrik var. Eğrikimi az igen bir üçtüktüm, çıkıp gettim daha eğrikin içine. Aşağıda bir çoğun taş var. Onu kandarsız mı deseniz, muzikamda bir koyutup lan, çoğapa, yatqa ayıram, cennet olsa, bana müşkitlep lakam koyup gelsem, bana müşkitlep bir müşkine düşer. Birisi dikeme o müşkini, bir aydak sızdı. Bir aydak sızıp digen, o res müşkini mi müşkülatim der degen. Onu yine ben de işittim başladım, aşağı aldığın kişiler ola püptü. Hep püp oldu 5 yıllık plan. Sizin hakikaten hem de her basqışında avatsız hem de bunun için nurgunlılığı, tirişçanlıq, cesaret, onun dinkin mesela qapak yok chet el kelgenkin qapak tapamapsız. Hem de qapak yok depli otamay siz yani başka yollanımı tepipsiz hakikaten adam imkaniyetlerini, fırsatlarını özü yaratish gerek. Öz yaratish gerek. Sizin hem de qapaqni tanlışınız bence bekmi millet bilen ilik milletin medeniyeti bilen sanatçı degan ilik birleşip ketken boldu ekan-ku. Bu milletning medeniyetini, milletninki his tuyg'ularini eng yaxshi tushunganlar sanatçılar deb o'ylayman. Onunki milletninki bir qadam oldida mangdiganlar sanatçılarninki ilik uzoqni ko'ralishi, onundan keyin o'zinki naytiliq hissiyatlarini hissiyatning naytiliqi nim bo'lishi, qizg'in bo'lishi, buni ifodalashga tirishi bulardan qarğa vaqtida hamda bir milletninki seviyesi, bir milletning taraqqiyot ahvoli mush sanatçılar orqaliqmi ifodalandi. Ama da qapak bilan münasebetlik sizmi to'g'ri xalqimizning ichida har bir uyda qapaqning bo'lishi, qapaqninki Uyg'ur madaniyat hayotidagi, ijtimoiy hayotidagi o'rnini deb o'tib ketdingiz. Menimcha qapaq O'rta Osiyodagi bo'pmi bizningki vatanimizdagi jug'rafiyalik alaylikni eng yaxshi ifodalaydigan o'simliklarning biri. Chunki qurg'oqchilik chidaydi, ondan keyin ham Uyg'urning uyida azaldan va qapaqning tarixining nihoyatda uzun ekanligini his qildim men. Chunki
başka nurgun uzak coğrafyalarga, bölgelerge köçüp ketken Türklerinin hayatı da mı kapak var. Bu kapakka nispeten ayrı, acayip bir mehrimiz var ya bizdenki. Kapak hem de bizim Uygur medeniyetiyle birleşip ketken. Şu nait kadimki bir ösümlük boluşu bizdenki Uygurlarınki hayatı ile birleşip ketişi ve sizin muşu kapakını hem Uygur medeniyetiga sembol qilib turib Uygur medeniyetinin kapakının üstüge sizişiniz sizin yeni bir metod, yeni bir uslup bilen xalqaraga hatta bu medeniyetini tanıştırışınız üçün bir vasıta bolgan. Hem de kapak mence hem de mening bek mehrim bar. Ben chet elga kelip keyin Avstraliyaga baga vaqtimda tunji qitim u yerda Uyg'urlarning uydagi qapaqni ko'rib, hayajonlanib ketgan. Burun bizning o'yladim bo'ladi deb qapaqni tizib qo'yatdik. Siz degan o'xshash cho'mish qilib ishlatdik, suv qapig'i deymiz. Ondan keyin o çölde bizninki vatanninki her yeride bu kapaq hem çıdamlıq, hem tabii bir nerse. Su nait kıymetli bizim hayatımızda, bütün bizim tarihimizin qaraydigan bolsak, şu su bilen birleşip ketken bir nersi de bu kapak. Şu bek hoşal olup ta hazır öğündüm saklayma, şu kapakını saklap. Ama sizinki bunun üstüge acayip çıraylık resimden sizişiniz ve bütünlüğü Uygur'a ait nersen sizişiniz. Meni ve Maunşaş oylayan nurgun qeyrindaşlarımızı hoşal kıldı deyip oylayma. Ve şunun için belki chet elliklerimi siz hem de chet elde vatandın ayrıldınız, chet ellik geldiniz ve chet elde Uygur medeniyetini tanıştırışa başladınız eslimiş kapak resim sızaş arkalı. Ve chet elliklerine ait kızık de şundak mı? Sizden alaydı bir uslup yaratkanlığınızı chet elliklerimi sizge dedi çokum bayağı azraq ifadəlep ketdiniz. Bu chet elde kapak arkalı Uygur medeniyetini tanıştırışınız bolup mu Norvegiyada kandak başlandı? O kapakını tapamağalığınız için taşlarsız başlapsız ama yanık kapakını kandak tepip aldınız. Kayadın keldi sizge hazır kapak? Endi men miyada aldıda şu resimçilerini ve benim bir burun başı balçaklarımda tunaytım Marvayet Hanım'nıcı. Endi ki Nicat dep bir bala. Bular maybiyaksızdı. Bularınki resmini men yaxşı görme, burun ahvallarini bilme. Aldın kıtılmış programga Marayet Hanım nurgun aşı muzimlardan aşı nimlerini aşı ayarla aşı vaktini acırıp 3 aygacha aşı materyallarını toplap aşı bir monçu sözüde. Endi mening demoqchi bo'lganim menda bir ish qildim, medeniyetni geldim aldım deb chiqaram. Yani şu gap yana şu. Oxirsini chiqarish kerak. Men onlarchidan oldida men vatanni boshlab o'tganman. Bu yerden aldım tusalsı onu bir amal başı yolunu içip mangan. Çünkü ben oylap baksam bu medeniyetini melle işlemigen, bu adam çık adam işlemigen. Uygur medeniyetiniz kirişkensiniz, Uygur oğlunuz kançılık hoşup gitsiniz, kançılık kahramanda yaşayın ben. Ben Uygur oğlum nime için hazır şu bizim şehirde hazır beni köyse Uygurlaydı ismini demeyelim aşı. Çünkü ben şu medeniyetini ben kapak arkalık, endeki taş arkalık, endeki taş arkalık dediğiniz buna mışın ben. Ay taş kısmı var resmimizi kömekçi bizinki bizi körüp atqanlarmış. Taş resmini kösetken bu söptük edepti. Ekranda bir netini kösemsiz. Bir kızık şimdi hep buraya qaran. Men mao nemige aldın kızıyla ben Mayanınki gezilerine çıkıp ben xile meyada bir orun taptım desem buldu. Endeki bir yerdim o vatanı boğaçlığı bu Avrupa'da pek çıngo. O vatanı kişilerine biz başkanı goşan kılış gerek de bulan pekçik avarıp goşan kılıp oldu benim. Hemisi toğur kes. Tabi bir yanındaki cemiyete kim kırıp oldu hem resim cemiyetine. Bir yerde özlem kilişten aldı. Bir şey kep boğanda bir şey ağırgım sakıp gelsin de bir yakın çınıkıma. Bir gün ben hazır kaya geçeyim ben bir günde kulap bakmadım ben. Aşı toxtumay, aşı keç gündüz deyme aşı uxlayma, yaxşı uykum yaxşı. Aşı işleymen dep turman da. Mesela uyunun ödesini çıkıp turman. Kazan beşini arılmayman, kirni özem juyman, balını aqıp jurman. Bunu demek çoğanım, bular bu kesbi hiç qanday ta'siri yo'q bu degan. Şuna bo'lganda, mas'ulchiyan bo'lg'achqa men Norga kep 3 yil olmaylam 4 qitim ko'rgazma qatnashib oldim. O'zim ayrim ko'rgazma ochdim. Ne çıktım.
Ola kapaklarında ben kapakta meşkisi battı şu özem kötürep kelgen. Onu hani taşlı ramdaki resimlerinde ben medeniyetini sızıp şey tesirsel juqtum işi. Bırak bakmalık nim bulamız da. Şunun için ben bu yolda yani izleş gerek de bunu da hani taş arkalı kapak yok da. Evet, uaklar kapak yoktur. Taş arkalı ben hani medeniyetlerini ben ikin kapak ekellerim ben de ballağı dep kettim. Hiç kim kapak ekepemdi. Yani ki ben gizlerge Avrupa'da yok mu ki bu kapak? o bir yerde kapakны urğunu izlep terip baksak mı işi çıkıda onun için yok bu kapak. Ha. Şunun anda ağalarım kapak terip adı da. Ola anda kana olar ki bu kapakны şöyle bizning aşı hotel taraflar bek yaxşı çıkılan şeydi. Şuna alganda lekin nurgun balla siz usulu bek mühimken medeniyetine burun adamlar sızgan. Bu medeniyet biz özgertememiz. Yani ki ben şu sız usulunu çın tutulup durup künde beka olub kalsam kızım kiçik olgan ekan kızım ballar oynap tursa ballar billa ben aşı her xil ranglarni ekep aşı ranglarni esil rang tapman. Mesela maybiyoqchilar ishlatmaydigan ranglarni tashlaydigan tashlayotgan rangni men o'zim ishiltiman. Uning ichida esil ranglarni chiqaraman-da. Bunda olganda mening kasbimmi u maybiyoqchilarning qilishmaydi bak tashkil kasb. Shunda olganda bu Avropa aqram. Bu maybiyoq degan Avropadan taqalgan. Mishada shu marvoyatlar nechiqdim ko'rgazma qilib, nijotlar nechiqdim ko'rgazma qilibdi. Men bularga dedim, sizlar bak nochkansizlar dedim. Anniki bizning boshqa bir shahada Bergin'de bir şeyde 2 yılın aldığı bizge bir jigit bizge bir ko'rgazma qilib berdi Berim xalqi. U ko'rgazmaga berib men Maroyit xonim men Nijotlar üçümüz rasmini apadik. Apasak u yerdagi xalqlarma meni anglatdiki, ba'zilar anglamagan o'xshaydi. Meniki tosh, qapoq, ram rasmni bakrak yaxshi ko'rib ketdi. Menga nima ber desangiz, menga tiximi yaxshi ijodiy ishlaydigan bir qilib yordam berdi-da. Bir parça rasmini qarab 3-4 adam talashdi. Men endi shu vaqtim dedim men. Haqiqiy rasmchilar mayada turdi. Marvoyat haqiqiy rasmchilar, Nijot haqiqiy rasmchilar. Men rasmchi emas, men faqat hunar san'atchi. Dedim endi. Shunday bo'lsa u bolalar mening rasmimni talashganlarga yani bir parça rasmda men dedim hammasini setib olsam, men bak ta'ssizman. Bir ishkin satsam bo'ladi deb ashna qilib tushirib, yana bir bolaga bir va'da qilib qo'ydim-da. Yana shu Uyg'ur madaniyatining rasmini. Va'da u bolaga siz berdim. Siz bir o rasmni akatmagani men ko'rinib qolib 2 yil bo'ldi. Bu vaqtda men rasm falan berganligi hukumat mengacha bu yerga men a'zosi bo'lgandan keyin men ko'rgazma chiqib kelib qoldi. Norvegiyaniki hukumat taklif qilgan ko'rgazma tunji qitim mening bir parcha rasm tanlangani dalla shu Uyg'ur bolaga siz bergan rasm. 2 yil yoq akatmagan rasm hozir muzeymga akatdi. Endi bu 7-yanvar 3 yildi. U talansız bular bek inçik işqilik bu Avropada. O tanınıp olğanın əyətsi degan suallar kelib ketdi menga. Uyg'ur degan nima? Mashrab degan nima? Degan beshimda tutun chiqib uydagilar Meşrep temizlik resminiz mi tanlangani? Ha, mashrab. Bu mashrab degan jiqda men dolan mashrab deb unda atdi deb qo'ysangiz atdi mengaverdi. Bu yerda endi bu bizning bu haqiqiyligi xalqqa degan bu yerda haqiqiy rasmchilar bak chiqyapti-ku. Bu Norvegiyada ne qarsangiz rasm. Rasmchilar bak chiqyapti. Endi bir Uyg'ur rasm men qaramış bir muzeyimchi o'tirman. Men o'zim o'ylab baksam xili tirishibman dedim ben. Bu yerda men bir Uyg'ur muzeyim qo'yatdim. Mishaga kelgan me'morlar sharbat boshlig'i bir kun kelib qoldi, kelib boshqa rasm sizlarniki kirmay, meniki kirmoqchi bo'lib, ishni urib, men kirib bir parcha rasm tortib olsam bo'lamdi deb araldi kirdi meni yanimga. Voy bulud desam degan, rasmni men setib olsam bo'lamdi deydi shu ashnam dedi. Ben dedim hozir ko'rgazma qatnashmaydi, ko'rgazma qatnashib bo'lgan ekan, lekin deyishdi dedim. O rasmdagi mashrab degandan men o'ydikilarni izlab topdi. Shunda vaqtida mening bak hurmatlardan mening Salimadan bor. O'rsaliyada. Salimadandan deb biz burun birga ishlagan. Mening oldimda hurmati bak cho'ng. Jiq madaniyatni, jiq kitoblarni yozgan, bak esil ana shuningdek men gap qoldirdim men. Salimadan menga yordam qilgan. 7-yanvar 3 demidi men de yaqinda keldi xabar 7-yanvar 3 men cho'qim televizorda Norvegiyanikida so'zlayman. Norveççini yaxshi so'zlayamsam tarjimal bor, amal va o'zim Norveççi bor. Egizbas so'zlab o'tkazatsam bo'lmaydi-ku. Endi mush Norvegiyadami o'sha tarjimonlarmi bor-ku shunga.
desem aşı özümüzün hadisi degan manga degan inçik tushuntirib berdi, o'zim bilib oldim. Yani öykülerimi yazıp Norveççe tercüme etip berdik. Buna o muzeumdan qarang, qanday muzeum desangiz, o muzeumda Uyg'ur madaniyat muhim muzeum kirib qoldi rasm. Yaxshilar o muzeum degan bir chikin dunyosi o'xshida Hollywood artistlar yig'ilgan Amerikaning esl artistlar. Hollywood. Mushu Norveç'de bir ayol berdi kaşay. Pulu bekçek ayolga bu ödep ketishning oldida bir muzeum solib ketdi-da bu ayol. Mushu bizning shaharning bir yeriga. Şu ayolning hakilim bor. Şu muzeumga men bolalar yig'ilgan ekan. Her yıl kızım verip ayada fotoğraf ügündü, resim ügündü aşağıda. Bikalıkçı. Aşağı ayağının pul bekçe oluşka. Vallahi için sağan. Endeki resimler isildiken de üyege her isil. Aylık çoğunkin oladı kösekmişler. Bir közeğini kıymışlar. O köyde adam baba. Şunda adamlar resim köyü. Ben kalkma resmini köre şu aklarda. Kanda adamın resmi şey ısladı. Kanda adamın resmi ısladı. Bazı benim resmim aşağıya kabul kıldı değil mi? Uygurlarning mashriqi, Uygurlarning madaniyati endi meniki isildi değil mi? Nima degan yaxshi. Bu bek yaxshi yashandi. Buni endi men Farqi. nima uchun o'zim yaxshi bo'ladi desangiz, men unini ham yaxshi qila olmayman o'zim ishimni. Shuning uchun yaxshi deyapman endi. Men muzeumga kirishning oldida, yangi muzeumga men ko'chib kirishning oldida men hozir oshna bo'lib qoldim param. Unda ketib bir ko'rsam bir chiroyli bir tosh uchirdi. Oturup taşını ekrik edip öğünümü muzeumni yastımaydan şu gün oturup yanmış siz bir taşka. Bir kız sizi üstünde. Sizi poplam aldan kızı da jilahırsı bizim ya da Fransiyalik resimçi körgezmi aniken mesela menenim kirip mesela körgezmi kuvvetli ben kapımı sansına resmin iki parçasını da kop koysak bulam diye ben okumadım da ne için ne koysan da sen işte kop koysak bulam diye ben sen özen tallasan özen tallap kop koy diye maqılda taşdan yalnız bir iki tal kapağını apırıp kop koydum. Kokuyu özlem ya da resim spotasam şu vaxtlarda bir ikiden üçte mimarlar kirip hemsinin köz mening resmimde. Yani o ayol yugurib yaptı. Senin resmini setip bersan bulam dedi. Oy ben qanday satman bu senin ko'rgazmang tutsa men rasm satsam senin ko'rgazmang nolman desam yo'q hammamizni bek jalb qildik rasming shuning uchun dedi. O ikki qatim ko'rgazma qilganda ikki qatim mening rasmimni aralashtirdi. Yani bu gap nima uchun deyman deganda bir ishni qilmoqchi bo'lsak shu oxirisini chiqarsak yaxshi bo'ldi ekan chidabchi. Evet. Bu madaniyat haqiqiy men joyil qaramoq kasbga ham bek joyil. Men bu ishni qildim, ya'ni tixim yaxshi qila olmayman va ishimni. Allah xolsa shu kunlarni basa oldimda nurg'un cho'ng ko'rgazmalarga qabul qildi. Shunaqa qapoqning yo'qligini bir Uyg'ur bola bor, shu Turkiya tuli bor edi. U aşkı kapakla bana yarımısını AKP'ninga rahmet deplam aşı özüm razılığını berme aşkı başta. Bu siz endi Gollandiya hükümetininki nemisini Norvegiya hükümetinin yardımını yoki nemisi evatamsiz hazır endi sizge şu bazı nemelerni deymiz. Muş resim körgezmenin içinde deysiz hazır siz körgezmenin içinde oturup etipsiz özünüzdenki küçük bir körgezme zalı dep koyumuzda endi şunun egi bopsiz. Bularning hammasi de Norvegiya hükümetininki sizge bo'lgan bir nemisi bormi? Yardımı bormi? Bu yardımı qarang, har qanday Norvegiyaga kelgan xalqlarninki yordam puli bor. Endi men rasmxonaga kelgan kunimdan boshlab mana bu ikki qavatli bino. Mana bu o'zimniki ishxonam bor. Ko'rgazma qilsam ayada cho'ng ishxonda ikkisi bor. Suhbat ishxonlari debcha shay rasmni qo'ydan ya. Endi bu rasmni boqida biz aldirab xalqni yordamini olmaymiz. Birsimi keldi, hamma rasmini men setib olsam bulamdi, rasmini yaxshi ko'rib qoldim. Sen setib olsam men qanday turmush kechirmadim dedim. Birini satsam bo'ladi, setib olsam men rasm boqida dedim men. Mening rasmim chiqamaysiz. Kunda qanday qilmaysiz? Mushi sanayman 1 2 3 voy necha yil olsiz vaqtim endi mushincha bo'lib ketibchi. Endi bu ta'sis chiqdim ben bek esil chiqib bordi. O'zim yaratida men hozir nurg'un challalari bor mush rasmning siz bo'lmagan. Qarsam shu turdi. Biroq challasi bo'lsa hozir mush Facebook'da deymiz boshqa dunyodagi har
Türk tuqqunimiz deymiz, Qozog'istonda Uyg'ur tuqqanlarimiz deymiz. Ular hammasi mendan shu savol. Qanday qilsak sizning rasmingizni setib olamiz dedi. Qapaqni qanday qilsak setib olamiz. Endi boshqa yerdan bevosita telefon kelib qoldi, men bu tanımayman deb, telefonni qanday topdi uqmayman. Ekrem efendim telefonu qapağınızı setib olsak bo'lamdi dedi. Nima uchun desam degan. Men setib olish huquqim dedi. Men bu magazin ochmasam desam, shu qanday qilsak setib ol. Şu sual mı geldi? Sizin internetten satamsız, qayerden alımı sizin resimleriniz ne depçu? Sual geldi. Şunu bir cevaplap etken bolsanız. Şunu ben dedim, ben de. Meniki resim sizyaptı, resmim özüm yalğız sizyaptım ben. Şunun için mening dokunum yok. Ya poçta arqali men bir qitim bir şey setib bermedim. Endi sizlarga men qapılmaysizlar. Men ya poçta arqali qapaq chiqiladi, bo'lmaydi. Faqat mening ko'rgazmalarga kelib qolsanglar, ya bu bir sabablar uchun rasmxonaga kelib qolsanglar, yaxshi ko'rib qolganda birani olsanglar bo'ladi. Biroq menliki sataman deb sizmidimda. Buni Taşqısızga resimlerinizce, taşqısızga resimlerinizin poçtlarını evet için alsan. Taşni endi bek eg'irda bu pul jiqlab ketdi. Shunga ma paqini qarang, hammadan siz olaydi bu paqini. Yaqinroq kesdimi? Bu paqa hammadan siz olaydi, biroq bu paqini mening siz usulim qaramas sayisi aqulamdi. Acayip canlıq sızıb sizə. Biroq ma sayisi aqumaydi-ku. Men ta'tirsizman. Shuning bu rasm ko'rib, mayboqchilar cho'qi menda ochilaydi. Qarshi bu ta'tirsizga debchi bu. Shunda bo'lgandimi? Shu rasmchilar meni qo'llab turdi-da. Akram sizning o'zingizga deb. Shuni bu tanlandi bu. Mush Nurgiyaning teshi, Nurgiyaning paqa, endi mushlar tanlandi. Endi Uyg'ur Bizning paqalarga o'xshab qoldi-ki. Tashlar. Nurgiyaning paqasi dedingiz sen. Mush banada yeshildiki. Mush banada mush Qozog'istondagi oldingi yilmi mush bir video taqilib ekan bir annemiz. Mening kichik opamning Nurgiyada meni oldimda kelib bo'lgan baldrim ishada. Mishdan menga duo qildi-ki, o annemiz mush balani menga tepib bersanglar, bir yordam kerakdi, bu bala yolg'iz qiytibdi, madaniyatni bunda tunishtirsa meni ko'zim yosh kelib ketdi, men qanday yordamim bor debdi. Endi mishada assalomu alaykum opamiz, endi rahmat ashi gaplarni angladim men, kichik opamni angladim men. Kichik opamni deb qo'ydim shu gapimni, menga yordam kerak emas. Aşı yordamni mendanmi nurg'un odamlar hozir yordam kerak deb ashtaga yetkazib bersangiz Alloh rahmat qildi. Mening qilayotgan ishim mushna qilsam yaxshi qila oladi ekanman. Men burun bola tarbiyalagan emas, men bola tarbiyalagan vatanda. Rasmxonim bordi, To'sichan tarafda. Uni deymiz, san'at maktabining yanında. Mayaqdan bir soat 2 rasmxon bordi. Yana bir rasmxonda 3 bolani kelib ularga men "Uyg'uninglar, mening rasmimni kopiya qilib bersanglar, men pul beray. Keyin asqitib qolasam, endi pulni oz ko'rdimmi, yo bu qapoqni siz bo'g'ish beshidan tutun chiqyaptimi, u bolalar qichib ketdi. Shundan keyin men ham lekin bolni o'zimni qilay bu ishni deb, mishlab qilib ketdim endi. Opamizniki duosiga rahmat. Endi mushbanada shu Qozog'istondagi deymiz, boshqa yerdagi deymiz. Endi men turk tuqqanim dedim-ku. Bu turk tuqqanlarimiz bu mishadi meni ko'zga bizning qinimiz deb shu meningki santimni bekli qo'llab berdi bular. Shuning uchun hammasiga rahmat endi. Meni o yanda endi bunchalik ishqidor bu rasmda endi ishni qilib bo'lganolmaydi. Men davomli qo'shni ko'rgazmaga shu Avropaga keldim. Siz bilasiz, Avropa degan shu san'atning eng yuqori yeri bu yer. Qo'limizni uchida sizib qo'ysak bu ko'rgazma emas, bir odam ko'rsatishmi ta'sir bo'ladi. Albatta. Çünkü bir yerde balalar desin, malum desin, hemiz resimçi bular. Bularınki tələbi bək yoxdur. Endi men qo'limda uchimni sizgan bo'lsam, vatandosh sizgan bo'lsam, vatanda qo'limda uchimni siz bilan danqim chiqib, yarimiz ashta bo'lgan bo'lsa, bu yerda danqim chiqmaydi bu yerda. Men vatanda dadamning gapini olib, o'zim talab bək yo'qur verdimda o'zimga. Bir ishni qilganda bək yaxshi qil, bunisi qilma deydi. Men hozir ashna olib qoldim. Bir so'rin olsam, yaxshi o'tirma, boshqa narsani unutib qolib. Uyga olsam, uyning videosini chiqaman, rasmxon kelsam, hamma narsani qo'yib yetaman. Mush kasbni shu muzikani qo'yib qo'yib degan. Yana bir gap bor, yana mening bir bak yaxshi isli og'aylarim bor. Men bir to'p qurib oldim men. Oldingi yildan boshlab. Bu to'pimda sap qo'lda o'yinlar bor. Masalan, ba'zanlar she'r yozdi, ba'zanlar kitob yozdi. Sap talant bor bolalarda. Men nima uchun buni so'zlab qoldim deganda, men burundan boshlab men og'in bolalarning orasidan chiqib boqmanda, bu bolalardan adam arilib qolsa bir ishim qilg'isi kelmaydi. Ota-onadan arilgan bir qarang.
endi og'inda orliq bir ko'rishaman bu hamma narsa bir kelib qolsa biz qanday ilhom keldi bizga hech narsa kelmaydi. Musafir kelib degan shu. Onunda men G'olji partisi o'zim meni bir jiq to'pqa aralashtirib ketgan boshqa to'plar qarsam bakla beshini og'ritadi egiz past gaplar bor. Shuni onun ishkatdim. Yana bir to'pqa rasmini avatsam sap barmoq arlab bir barmoqdan da yaxshi degan gaplar chiqib qoldi, so'z yo'q. Shuning uchun zerk hammasini chiqib ketdim. O'zimga maslaşalaydan adamlardan bir onu qurib oldik. Ashlar va kasb to'g'risida paranglashib degan men bu yerda sizmoqchi bo'lgan rasmim va siz bo'lgan rasmni eng oldida shu o'zimning to'pimni qo'yaman. Bolalarning bahosini olmayman. Voy bizning o bahosiga sap chok. Shu chok menga bir ilhom keltirdi bularning. Albatta. İlham bo'lish kerak. İlham bo'lish kerak. Yana birisi bu o'zimninki Uyg'urlarning madaniyatiga qarang. Bu madaniyat pek tugmaydigan madaniyat bu. İşçi kirgan dünya bo'yicha bizning madaniyatni oldiga chiqadigan madaniyat yo'qmi deb qolmayman. Chunki bizning madaniyatning ichida men nurg'un kitoblarni ko'rdim, nurg'un bir osh Germanniki Maroyat xonim so'zganligi muzeyimga bormabdimi? Endi ularni burun anglagan shuna olganda bu madaniyatniki siz bo'lolmaydigan hikoyalar bor ekan. Endi uni qo'limni uchida sizib qo'ysam, menga oson to'xtaydi, biroq Avropaga yaramaydi. Doğru deysiz ya. Bu işle ben çok Uyghur medeniyeti bek bay aldık ötüdüğü yok dediniz. Belki sizler texim yaxşı bilsizler sanatçılar, sanatkarlar. Ama bizninki neme için şundaq deyimiz degende mence bu medeniyetninki tegi neçe ming yıl burungu ketkenligi için yani. Ming yıl burun mu şundaq naiti bay bir medeniyetni yaratkanlığımız için. Bu Avrupa hakikaten hazır sanat emdi bütün dünyada aldı ketip atkan bir bölge, rayon. Lekin bularninki 16. belki 15. əsrdən keyin tərəqqi qılıb bu resim sənətində, heykəltaraşlıqda onundan keyin tərəqqi qıldı bular. Lekin Uyğur tarixindən qaraydigan bolsaq, Uyğur sənətinin tarixindən qaraydigan bolsaq, 9-cu, 10-cu əsrdə, hətta ötən Mərvayət xanımның tonuşturuşuca 4-cü əsrlərdəmi aşı tamlağı sızılğan acayip esil resim sənəti mevcut şu bizninki vətəndə. Onundan keyin hazır qaraydigan bolsaq, miladidən burunqi əsərlərdəmi tülkünün, onun böğrünün, atının acayip resimleri, taşlağı sızvetken acayip resimleri tepilyaptıdı. Bəziləri elan qılındı, bəziləri elan qılındı. Amış qumul ətrafı, Tanrı dağınınki etekleri, mişələrdə miladidən burunmu acayip sızvetken resimler var. Rast bir şu kap nemeге okşaş böre, rast bir at çepip ketip atkan acayip sızvetken. Onun dekilik tam resimlerini hemimiz bilimiz. Şu bu medeniyetni bay ve dünyanın aldın qatar turduğan bir medeniyet, Uyghur medeniyeti deyilişimizin sebebi neçə min yıldan tatip davam qıvatqan bir sənət boluşu. Şunun için Uyghur sənətinin başqaça dünya tarixideki sənət tarixide başqaça bir ornu var deb qarayman mən. Meni o yanda bir şey kichik vaqtlarimizda cho'nglarda ta'sir borda, işte tarixlarni bildi. Uyg'urning qilig'ini qilar. Nima bu qilgan? Uyg'urda tushunmamsa deydi. Uyg'urda tushunmamsa degandiki men shu temani hozircha esimda borda. Biz shu asrlarda dunyoning eng oldida ekanmiz. Chunki men shu mushkasni o'qig'achqa shu vaqtlardagi hozir WhatsApp'larda oyoqlarni shu davrdagi oyoq deymiz, kiyimlarni chiqaryapti. Şu devrdeki ayaklar hazır moda qaram. Kiyim kiyecekler. Kiyimler o'ylab baqsa mendeki meniki mush rasmxonda mush Norgiyaning dağlıq rasmchi var. Kristian debchi. Shuningki 16-yil 1600 qancha 16-asrdamda 1600 degan shu vaqtlarda. 1600. 1600 17-asr. Bu resimçiler, beyananki resimçiler pek dağlık resimçi 19 var. Beni koşkan 19 iken ben dağlık kaldım. Şuna bakanda. Tebrikleyime hakikaten bir Uygur'un ki bu dağlık ressamların içi kiralişi Avrupa'da turup bu kalsı şoktu. Yani ki bu adam bir gün beni çağırıp Ekrem ben Uygur'a ben kızıktım dedi. Neymiş sen kızıksan sen özünün resmin sizi ve ben bir musabık kelmedim. Ben fakat medeniyetine ben sizlerin muzeumga, bana kremiga muzeumga bir amal kiriktim ben son. O şu senin kirip oldu birse yani bir AKK'da kirse bırak ben sana bir resim gösterdi. Bu nerede hiç kim kömegen ben köydüm de. Karsam bir resim ağa çıktı bana. Şu vakti sızgan
dadısı şu vaqtdagi dadısının dadısı nima deymiz chiqib shu odam sizga rasmga u rasm O'zbekistonga berib Uyg'ur qizlarni sizibdi. Shunda ruhliq kiyimining chiroyligi shu mening WhatsAppda borda uni sizga avatib berdim, avatib berdim o'qimayman. Evet ben. Aslında o deydi bu özünü men sana bir gün köysime bırak men sana berip turamayman bunu bir hiç kim bilmem mening uyamda bek qimmatlik. Biroq töpede izdiqliq Uyg'ur qizi debchi. Da Uyg'ur kelsa shuning uchun bu Uyg'ur degan 17. asrda sizlar rasmniki 16 mana telefonum hozir telefonim 16 1600 nechinchi yil 1617 asr bo'ldi. Ha 17 asr. Shuna olganda shunda Hosimini aytdi. Şu vaqtda maybuyoqda sigarasın ekanda. Shuni olgandiki o odam kelib yana bir fransiyalik ayolma bizning Uyg'urlarning san degan men kelgan yoqqa o ayolma hozir qiziqib Uyg'urlardan menga bir şey Atlas to'g'risida mana bir tarix menga bek muhim dedi. Nima dedim? Men bek aldirash dedim ben. O'zimning ishimni oldin ma'nozada vaqt chiqaramayman men hozir. Vaqt bek ishib ketib bordi. Sen Uyg'urlarning tarixini izlayman, hozir internetni bassan bir o'zing izlab topma. Sen hamma yo'lni o'zimiz izlab topyapmiz sizlarni deb bu rasmchilar oshna paranchimanda. Shuning bu demakchi o'g'lim endi bizningki shu davrdagi madaniyatda masalan Maroyat xonim degan xalqmaysiz Maroyat xonimniki gapi chiqib qoldi. Ananda bir odamga o'xshab qoldi bu haykal dedi-ku. U haykalda men Dofkun nimedeki Fransiyaniki ash rasmxonlarni ko'rdimda. O rasmxona qanchinchida qurilgan. Endiki bizim madaniyat qanchinchida. Bunda silishsa biz bek oldi ekanmiz. Bek oldi dunyoning taraqqiyini biz boshlab mangan millat ekanmiz. Bek esil, bek cho'ng, bek hurmatga erishgan millat va to'p qo'shgan millatda biz Uyg'ur millati. Nima birsi bir kuni bir o'tirib ekanmiz sangil. O nima uchun beshing sangilsimda ma'ushim unda beshing osmon qarab mamamsa sen Uyg'ur millatni sen tarixni aqtirib bak bizning qanday millat. Ama mening rasmimda bunda jumamsa deb qo'ymanda u balo chaqchaqchi. Bu demakchi o'g'lim menda bizningki madaniyat orqali qanday hozirchiq tarixlarni endi bolalar bilyapti-da kiyimlarni ko'rdi burunqi zamonniki. Biroq degan shu do'ppi kelganda men azroq bu do'ppini men tikmayman. Bu Atlas deymiz, do'ppi deymiz, ota-bobamiz qolgan nurg'un miroslar bor. Evet. Vatanlarda qarsam men bek do'kon beqirayman. Kunda degidek men 1 soat vaqt chiqib do'kon beqirayman. Turkiyaga men berib boqmadim. Men Turkiyaga necha yil bo'ldi bolalarga do'ppi keltiringlar, yo'qmi ko'ylak keltiringlar deyman. Do'ppi kelpasi men o'sha nomerini deyman, bu faqat patmaydi yo'qmi, cho'ng tutadi yo'qmi, material yaxshi emas. Endi mening deganim menda shaxsiy fikrim bu. Men mush xizmat qilayotgandiki cho'qim o'ziga foydali. Odatdagi do'ppilarni tikib qo'yish mayli. Cho'qim o'zi tikkadan bo'lganiki bu hunarsini cho'qim hurmatda chiqadi. Qilgandiki bakli yaxshi qilish kerak, burunqi esil qilish kerak ekan. Esil qilgan 5-10 ni qo'yib qo'ysa, u odam xotirjam bo'lsa, bu yaxshi qilgan odamni qarang, bu quli yaqinmaydi. Masalan, men degan shunda to'g'ri dedingiz. Qo'lning uchida qilmaslik kerak. Pul emas. Hurmat bo'lish kerak madaniyatga. Men shundaq deb qarayman. Mening mana beshimga to'g'ri keladigan do'ppi bek oz siz degandek kichik yoki bek qattiq sifati toza yaxshi emas. Bu tanqidingizni balkim ko'pinchimiz qabul qilamiz. Bu o'zimizningki madaniyatimiz, o'zimizningki esil an'anamiz. Cho'qim dunyoga esil sifat bilan tanitishimiz kerak. Mayli ranglar olsun, mayli materiali bo'lsin. Ota-bobamiz qolgan nurg'un yaxshi miroslarni biz saqlamasak qarang tugadi degan gap. Masalan, bu dadimizning qolgan menga bir kiyim bor, oq kiyim. Hozirgacha qarsangiz ovoz chiqib turib, o'zining bir kiyimlari bor. Ovoz chiqadi ba, shunda puxta. Bek puxta. Bak, bek chiroyli. Bek chiroyli. Oshlarga qarang. Mendagi ko'ylaklarni endi vatanda to'liq qaqshab berib ketdim men. Ba'zan bir odamlarni tunaydim men. Shuni mening deganim shu ko'ylak kelganda materialni yalnız qilgandiki yaxshi qilsa bozori bak yaxshi bo'ladi. Ash chaliq qolgandiki bo'ldi, ishkal pul tepib oldim deb chaliq qilgandikilar bu bizning ishlarimiz chalib qoldi. Shuna olganda men ko'ylak davomlashmaydi. Oq ko'ylakni bir nakal dedim. Ko'rinishi bak yaxshi, naqash joyida yursam biroqla qisqarib ketdi, material yaxshi emas. Endi yana bir o'zimning shu burun bizim tuqqan bergan bir qor gullik ko'ylak bor. Men shu gullik narsa amroqchi, ranglik narsa.
Uni kelsem, onu da ensirab turmanda, men to'liq bir yerlarga berib qolsam, men shu birsini tug'ilgan kun bo'lamdi, bir qanday bayram bo'lamdi, men shu do'ppini kiyman, shu Uyg'urcha o'zimizning madaniyat kiyimini kiyib borman. Chunki men Norvegiyaga rahmat, Norvegiya bir esil davlat ekanman. Adam huquqini saqlaydigan, adamni hurmatlaydigan, kasbni bakrak hurmatlaydigan. Bularninki ko'rsangiz bu taraqqigan bu Norvegiyada har qanday o'zinki tug'ilgan kuni bo'lamdi, ya yet bo'lamdi, ya davlat bayrami bo'lamdi, o'zining kiyimini kiyib chiqadi bular. Hayron qolsiz, har tunugi moda qilganmish bizim yerda har moda odamlar bor. Rasmchilar qarsoq chechidagi yaytib ketgan arlar bor, shu ashlar kiyatmi, shu davlat bayrami qoldi yamiz o'zini bir bayramdirib qolsa, yana o'zining kiyimini kiyib, shu bir kunlikni bir xil ash cho'nglarni hurmat qilgandek, menda hurmatmi mangda. Aniki manga deysizlarni kiyimlarni kiymamsizlar deganda, men dedim, men kiyman dedim. Kiymamsiz degan edi. Bu sizning bayramingni to'sitsam, bizning bayramdami Norvegiyada ashuna deyishlik bor, bizning bayramda o'zingni kiyimini kiyib chiqsang, tixim hurmatga erishsa deganda, har qanday bayramda men kiydan oldim men. Burun o'zimizning bayramida yetlar kiydim, hozir Malaning bayramida, ama ayning 16-sida mening tug'ilgan kunim, ya'ni shu rasmsiz o'tkazaman. Shunda bo'lsa men kiyimimni kiyib chiqaman. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, oldinala. Chunki shu vaqtida qarang, biz cho'nglarni hurmatini qilgan bo'lmaymiz, shu burunqi ota bo'lmaslarni. Ota bo'lmas degan bizga charnasini qo'yib qo'ymadi qarang marasda. Sap ochib puxta, isil. To'g'ri. Burunqi oyoqlarni kiysangiz degan, nadiku qarang bu unda ishlar yo'q buningdaligi. Shuningga ma'lum bizning shaharda bir oyoq do'koni bor. Bir odam dadisi apisi, dadisidan boshlab buğucha oyoq tikidi. Bir dachida o'tirlash odam, bir ishti bor. Ben berib muzikani anglab, aşağı verib, aşağıdan qarab dadam esim keldi. Menimi endi men odamda tabiatan menga ham yosh keladi. Faqat haqni oldim men ko'zim yosh. Aşağı kirib, dadam o'ylab, dadamning o'sha oyoq sandig'ini bir ekib olgan bo'lsam deb kitmachadan qarab degan. Shunda hunarchininki hurmati degan shunda cho'ng qarang. Endi mush banada men deyam shu qo'lda hunarchi bolalar bor hozircha. Nurg'un odam aqllarimiz bor, hadlarimiz bor. Faqat qapoq emas meniki qapoqimda. Har qanday hunarchilarni bek hurmat qilsa bo'ladi. Men mushi Avropa degan taraqqiyot davlatlarga chiqsam, mush qo'l hunar o'zi tahqiqotgan hunar bo'lamdi, yangi hunar bo'lamdi, ko'ni hunar. Endi bakrak o'sha oti bo'lsin qolgan hunarlarni ishlatganlarni bakrak hurmat qilgan bir davlatga bu. Shuna olganda endi bizning tuqqanlarimiz, Uyg'ur tuqqanlarimiz bo'landa endi shu hunarchilarni bakrak hurmat qilsak bek tez bu işçi qarang. Mening demoqchi bo'lganim masalan, mush kelgan kundan boshlab mush rasmxon men bir kun damab boqmadim men. Bek chiroyli ya, bek ma'nili. Muzikam bek yaxshi, biroq men qulam to'xtab boqmadi qarang. Bek japoliq peshlarimiz mush bir qapoqni hozir qon desam qarang. Mana qapoqni siz ko'rib qo'ng. Yaqinroq aytasiz. Mana maskani qarang. Maskani men maskani atlasga chiqadi. Men yoqda maskasi yo'q. Mana hammasi atlasga mavda. Men har xil mening demoqchi bo'lganim bu atlasdan siz o'zingiz sizamsiz yoki atlasga qarab turib shu nusxani ko'chiramsiz? Men endi siz o'zingiz nusxani ijod qilamsiz demoqchi. Yo'q, men o'zim o'ylab chiqirgan nusxalar bor endi. Biroq muhim yeri kelganda men u atlasni o'zgartmayman. Chunki biz ota-bobomiz qolgan muhim naqashlarni o ota-bobomiz mening esimda bor, ulam qulni uchisizmidi. Net chiqdim taqiq qilib oralli shunda go'zal topgan atlasda. Yani onu Yalnızın ma'nosi bor ishlatgan nimalarni. Bu ayrım bir pen tadqiq qiladigan o grafiklarni tadqiq qiladigan atlasning shakllari, do'ppig'sizlagan nimalarning shakllari bilan hammasining ma'nosi bor. Endi ma'lardan endi men ma'larda endi dаңlıq rəsmçilər bilib olğanki mening ma'nim baho berib baxsa, sen bir muhim narsa tutib olsan, ata bo'lgandan qolgan narsalarni o'zgartmabsa, biroq sen o'zingni yangi usulda bildirib olsan, shuni ishtik bo'ladi bu dedi. Men manga yo'lim bek to'g'ri ekan. Men maybiyoq amroq, biroq maybiyoqni yaxshi sizlamayman. Biroq maybiyoqchi og'aylarim jiqaroq mening. Vatanda maybiyoqchi og'aylarim bekchiq söhbət kelganda biz endi kasb to'g'risida bakmi chiqib paranglashmaymiz. Oldin qitim menda Marvat xonda paranglashib qoldim. Marvat xon qapoqim rasmsiz ekan, shunaqa qapoqni siz bo'g'chi odamsizman, voy yerib ketdim menda qapoq sizma endi maybiyoq sizmadida. Bu demoqchi bo'lganim, har qanday kasbda shu boshdan tutun chiqmaguncha bu ish yaxshi bo'lmaydi.
Bu kolunun uçida qilgan ish, hammasi chala. Sizin resimlerinizde şunu his qildim ben, bir qapaqqa bir necha xil resimni sig'diribsiz. Bu manda oldin ola planlash kerak uni, shundaqku? Yarim Shu, bo'lib qolmasligi kerak. Shu u haqiqatan boshqacha bir emgak talab qiladigan narsa-da. shu andan keyin mushu qapaqlarda men sizga mana shu nimani avatdim, endi bu siznikida endi tushganligini bo'ladi. Masalan, mushu atlasni qarang. Bu rang bak muhim. Naqashni o'zgartmasakmi, bu rang kelganda sal diqqat qilmayman. Bu esil rangda bizniki hunar san'at bak diqqat qilamiz. Shu esil rangni tanlash. Masalan, qizilni 20 qizil, 20 yeşilni qizil bu mato rang deb bilamiz. Faqat bunda rangni ishlatmaymiz. Aşı bir oqning ichida necha xil oq bor. Bir yeşilning ichida necha ming xil yeşil bor, bir sir. Endi men haliqi yaxshi markalarni, mana Yaponniki ustozimlarning kitobini jiq ko'raman. Bir avlod, necha avlod bir marka uchun ishlaydigan bular. Shuni dunyoda donqisi bor bu markalar. Endi bu bizlarga nurg'un markalarni chiqarmasa, ma bo'lmasa yana buni qilay, yana bo'lmasa yana buni qilay, o'ginib ketdi qoldi. Qabi pul topsa shuni qilay debchi. Bu ishni endi qarasam bu bozor baklarga egizpas bo'lib ketgandan keyin to'pda yana shu dadamning gapi muhim debchi. Bir ishni qilgandan keyin puxta durust qilish degan ism kelib qopti. Buni adam qiladi deb endi bu dunyoga endi biz nimamiz vazifaga kelgandan keyin bo'ldi bu madaniyat o'zim uyg'ur bo'lgandan keyin Malam hayron qoldi bu sizlarningki hamma yeringlar bizga o'xshab ketgan, bizim esilga deganda men dedim, sen bizga o'xshaysan deganda men dedim, men qat'iy sana o'xshamayman, sizlar biz Uyg'urlar o'xshaydi ekansizlar. Sizlar bizni do'raqmi, biz chaqchaq qilib chiqishni. Hamma masalamiz Ekrem Bey, to'g'ri. Sizga resimlarni tushuntirib, shu resimlarni ko'rgisi va bizni ko'rayotganlarninki ko'rurmanlarimizning shu resimlarni ochaylikmi, biroz ularni tushuntirib qo'ying. Sizga resimlarni. Ha? Bo'ldi. Ekrana keldi hozir. Muhammed, shu atlaslarni endi har xil sizdim qarang. Endi men bu Avropaga kelgandan keyin bu atlasni endi burunqi patisi sizaveraysan. Uni bo'ladi, biroq men ko'rgazma qatnashmayman. Endi atlaslarni bir xilliqi yangicha bir xil ashna bir usullarga sizsam, mushu atlas sizg'inim hammasi maloq yarg'dak yardi. Birinchisi, ikkinchisi kelganda mal atlasniki tugida, endi ikkinchisi o'tkazsangiz hozir birinchisi atlasniki Keldimi? Yo'q, kamida. Shunday bo'lganda bu atlasniki rasmlarini ikkinchisi kiyim. Uyg'urlarninki kiyimlarini-chi. Bizningki bek esil kiyimlarimiz var. Masalan sizniki hozir o'tmayotdi, nima o'tkazgan bo'lmayapti. İkinci kiyimi deganda mana bizniki mushu rangni dunyoga biz yordam qilgan. Endi mushu kasbchi odamlar biladi, mush dunyoga odamlar mush dunyoga Alloh yaratgan kundan boshlab ishtonni shu Uyg'urlar oldida ketdik bu ishtonni-chi. Loyilash tarafdimi Uyg'urlar oldida loyihalab turibdik. Shuning bu rangni esil rangni biz chiqib ketganmiz, mushu Uyg'urcha kiyimlarni mana Bunda qilayli Ekrem Bey, mangmayotdi-chu, siz ashi ko'z tutib qilamiz, texim yaxshi bo'ldi. Yomon chiqib edi, ha. Endi yaqinroq tutsangiz ekranga. Men deganim endi bizniki ota-bobamiz degan bizga shunday yaxshi kiyimlarni degan mana bizga olib qo'yibdi-ku, mana shu kiyimlarni degan kiysak degan mana nima degan chiroyli yozliq, qishliq kiyimlar hammasi borki, buni men endi ma kiyimi deb ko'rgazma qatnashamayman. Buni o'zimning usuli bilan bunda yangicha nima desam, mushu bir qopoqni nechadan talashyotdi. Shuna bo'lgandimi, talashqini shu bizningki mushu Uyg'urlarninki urf-odatni yaxshi ko'rganda bu. Bunun da yaxshi bo'ldi. Endi abaytdim men ma'ni ko'rsatdim, mana ma'vul atlaslarning-chi. Atlasni endi qo'limizda uchun sizib qo'ysak bo'ladi desangiz, endi Avropada endi unda bo'lmaydi. Buni men yangicha o'zim bilgancha sizish kerak. Endi ma to'pada nurg'un. Bu ranglar nima qilmamdi, ranglar ojiz suslashib ketmamdi sizning ishlatgan ranglaringiz. Shu pet turamdi necha yillar. Bu rangni shuningga men bo'yoqlar qapoqlar setilib qolsa, masalan, hammani sotmayman dedim. Endi men bazaqdim, endi buningmi xili chiqim ketadi buningmi-chi. Bu siz bo'p men lak deb bir
tüpük urdan bir maylarımız var. Bir kapakka 3 xil mayni urib, 4-cü qitim özüm qulamni bir silab turib, andan keyin ba'zan ranglar tushib ketganda uni silab bo'lgandan keyin oldingi yili sizgan teshimni mana shu gazetda shuna savol bo'libdi. Bu oldingi yili chiqqan gazetda Künstler deydi biznicha. Künstler deganimiz endi san'atchi deydi. Mush rasm kelajida tura oladimi debdi. Shuning uchun men u ishlarni qilib bo'lgan. Men bu javobni berdim. Kelajini saqlamay endi 10 yildan keyin mush savollarni bersang yana ko'rsam shu rasm dedimda. Chunki men uni u sinoqni o'tab bo'lganman. Shuning uchun mening hozir uydagi ishlayotgan mush materiallar mush Avropaga necha yillik xil uzun saqlanan materiallarni ishlatdim. Endiki ma ramdaki resimlerimde endi. Işqib haqqında resimning ichida har bir rasmimda har bir hikoya bor. Shuni olganda o'zimgacha ishlar. Sizning bir alayidligingizni his qildim. Men mayli tamdiki qog'ozga raq sizamsiz, qog'ozga sizamsiz. Bu ramkaning ichiga ag'a rasmlaringiz bo'lsin, mayli qapaqlarda bo'lsin, bir necha xil mazmunni bir yerga akirib sizaydi ekansiz. Ya'ni bir necha temani biroq tutadi ekansiz. Shundaqmi? To'g'ri. Masalan, men oqimdagi rasmda odam so'radi-da, bu rasmni qarang. Bek chiroyli haqiqatan. Buni ishchi kirkatsangiz degan, bolalar kirib mishaga ishchi kirkat qarsiz degan bu rang degan birsi to'qishib, buni qarsangiz rang to'qishib deysiz. Men qanchalik beshimni tutunchiga tashlasiz bo'g'ichiga. Men u rangni qo'limni uchilamada qilsam bo'ldi demayman. Uning oldida baş ranglarni men shu necha varaq qog'ozlar degan birsi-birini mama bo'lmamda ularni net chiqdim men chiqib bo'lgandan keyin andikin men ramga tushman. Ramga tushgandimi endi bu madaniyatni o'zgartirmayman. Mashratni o'zgartirmayman. Biroq ash mashratni o'zini chiqargan bu bizning ko'ni madaniyatda bizning chiniqidan qo'shqalar so'qish ularni burun atibimiz degan har xil usullarga chiqib bo'lgan. Mening usulim o'xshamaydi. Men usulim degan bak jalb qiladi. Mishay isib qo'ydi mening oqimga. Oldingi qitim isib qo'ygan rasmimda mening yaqin og'inam, ina og'inam bor. Mening kasbimni bak yaxshi ko'rdi, meni bak hurmatlaydi. Kunda degidek men rasm sizib bo'lgacha men bu videoni chiqib mo'ndishdim. Mo'ndish bo'lsa menga ham ilhom keladi. Kichik vaqtlarimizni mo'ndish emas. Undan ikisar kulib turib ashna qilib men aşı. Bo'lmasa mening qilayotganimni yamradam qilsa 1 soat chidaydi, 2 soatga boramaydi, bak yerib ketadi. Men ashna qilib turib aniki rasmimni isib qo'ydim. O rasmni o bola 1 oylik biz mushi bizga bersangiz deb aniki. Endi men dedim so'g'at qilib bersam, endi bak o'zimga ishim og'irdi, bak jafo tortib ketdim endi. Bu rasm boqdi. Rasmni isib qo'ysam, rasmni bizning mishadagi rasmchilar endi bulamanda mane yaxshi chiqibsa endi mushni bir ko'rgazma qatnashsak bo'lamdi dedi. Bo'ladi dedim men. Endi bularninki ko'z qarshi o'xshamaydi bularninki. Endi men Avropaniki cho'ng kinolarini ko'rgan birim. Kichik vaqtlarimda. Aşı cho'ng rasmchilar va cho'ng hikoya kinolarni ko'rsam, bularninki tanlash usuli rangi bergan fikri o'xshamaydi bularninki. Yana surishib kelsak, bizning ota-bobamiz degan bu esil rang. Biz tangshash. Bu ota-bobamiz bu rang tangshab bo'libdi ekan, mana qarang. Mushi ishni qarang. Oldingi yilda Maroyat xonim degan so'zlab ketma, orqaga ko'rdim. Bakchiq hikoyalar bor. Endi bu bolalarga dedim, shu Maroyat xonim so'zlagan orqaga ko'rib qolinglar. Bu biz bunda boshni sanglab yurmaymiz. Bir odam o'lsa, o'lab biz tan o'ylab bermaymiz. Bir odamning mijozi yo'q, sizning mijozing yo'q. Bu yerda biz hozir tugishib ketamdiq yo ruhliq jonliq juramdiq. Ma bir mas'ul shu. Men bu kasbimni qilgan ketdi. Hozir shu bizning shaharda Uyg'urlarning hurmati xili umdali cho'ngmish. Deb andikin shu kasb orqali mana andikin bu kasb orqali deb men rasmchi deb desangiz, mana rasmchi deb men Nurgiyada toz rasmchilar ekan. Endi meniki ma hunar san'ati bo'lganiki bu yangi kasb emas bu. Meniki usulim yangi. Mening usulim yangi. Endi keyin yana fursat bo'lsa yana Hashim Ma'lumniki shu rasmxonasiga kirib yana bir shu qapoqlarni ko'rib kelsin deyman. Chunki Hashim Ma'lumning o'ziga tushliq usullari u o'zigacha. Bak esil u odamning. Shuna olganda endi mening u yamda qapoqniki endi yuqoroq ma'lum emas, bizning eng yuqori ma'lumimiz Hashim Ma'lum. Men faqatlam chidab kelgan bir yaxshi yigit. Shu yaxshi o'qimoqchi. Avropaga akab mana muzeymga endi muzeymga endi uchratmay kirgin olmaydi yoki musobaqalar qatnashib endi kirimizga birinchi kirib qoldi. Nurg'un planim bor.
Elbette yalğız atның çeňi çykmaz, çeňi çyksa müddeňi çykmas deymiz. Çokum dawamlaşdyrdygan bir kesipni birlädem kısa ýany bolmaýdy. Çokum şunuň köňül böldigan, şunu ýakşy öwündigan nurgun adamlar ýetişip çykyşy kerek. Nurgun adamlar dünýäniň hem ýerine geýiş kerek. Haşim ustazyňky işlerine tehem utuq dileýimiz elbette. Ama siziňmi Ýewropada hem de tonutuşuňuz fakat özüňiznki resmiňiz emas, äň muhimi bir ýerde Uýgur medeniýetini tonuşturuşuňuz naýat muhim hemde. Siz bunundan keyin planyňyz näme? Şagirt ýetiştirip atamsyz siz? Siziň şagirdiniz barmy? Men aşı watan wagtynda abaytyn digende kıldym, aşı şagirtler hem de meni işimi qyp bakdy. Olar Kyrgyz kemidi. Bek täsken dedi. Men dedim bu täs şu aldy täs dedim. Ahyrysy özüň ýakşy görüp kalsaň sen toxtamaýmyz bu iş kirgizsem o kadar da ödemedi. Şundan ma Avrupada bekrek Norvegiýada birisini biriye ekilemeymiz. Bir yerde kaydısı da men mayada resimxana yani bir adam ekip resmi geçsem birisi mening vaqtimni aladi, men ama vaqt boyunca iş qilamiz bir yerde. Şunun onu mening degeni mende hozircha mening u yanda mening mush ta'sirim bo'lib qolsa, mush rasmchi bolalar bak chiqmish. Norvegiyadan bak chiq rasmchi bolalar. Her esil rasmchi bolalar bor. Ular endi Ertugün mening u yanda her çoğul bolalar vaqt chiqmadi. Ertugün sizniki Xudoyim bölsa. Xudoyim bir siz ulgulib turmaysiz. Her çoğul bolalarimiz var, her esil bolalar var. Mening aşı Marwayt xonimning bir bolalarniki bir kursi var. Manga Belgiyada bir oylikniki bir kichik qizi manga oldinqisini bizlar manga bir salom yo'llabdi video ishlab. Akram dada deb o'ziga. Men o'tirib ko'zim yosh kelib ketdi. Sizga rasmlar manga ko'z og'irsa uydagilar deydim işte internet ders etib bersangiz deganda endi men dedim men. Rasmni yaxsizdan ma'lum bo'lib baqqan bir Marwayt xonim bor. Men shularga deyishib qo'y. Ular o'z yaxshi men ma'lum bo'lib baqmagan. Bu bolalar rasm o'rganigan vaqtida çokum aşı resimni yaxsızdan malımlar, bir malım baklar ögesi buladı. Men bu Norvegiýa kelip resim malım bulaysam, bular qabul qilmaydi. Başqadan resimninki malımy başqaça, ijadiyat iş başqaça, hemini araydı ekan. Çokum diplomasy boluş gerek go deyme, malım boluş üçin. Men endi sizler ötep berdim dep, men de ötsem birisi balaňyzyň öňünüşki täsir boldu. Onundan men Marwayt xanym ben mesaj sap gaýdyp Mesasasım bulu dedi de ulanı kubul kıldı. Endiki Marwayt xanym aş ballanın resmini aldırdım. Evet ki körep diye o ballanın resim karaplan neme diye umak bu ballan sığa resmi diye ben onçuk zamayma dep kettim ben. Şunun için her çoğul ballarımıza Xudoyim birsa. Meni o yanda aş bir kesimi kılmansı öz içine kaynap çıkmışı hemisi nol gap. O asarak yana birini kılay asarak geldi. Dünyada asa iş yok. Yok. Ben kızımı terbiye verme, kızımı terbiye veremem bu Norvegiýa. Kızımla ben çık ügelsem oldu. Ular bilgen esmi bilmeyem. Ben bir gün dep koydum. Kızım piyano ügüne atkanda da ben yerip ketdim. Aşı resim ügüne dedim ben. Fakat kızım resim ügetmedim. Resim ügenmisiniz umamdı diye hazır resim yaxsızdan kütüp barakam. Ben kelgen günden başlap resim ügenmem bu dadaşna işini kılmansam da ama piyanoru çıkıp resim kursu okuy dep aşna dep ketdi. Endi bu Mayli qo'ypadi menda resim kursi o'rgansangiz uning nemi kursi o'rgansangiz hammasi ta'sir bo'ladi. Mening hozir men natijam qarab osanki deman dadingiz ko'rdingizmi dedim men. Aş qanda aş atdigandan boshlab kashkichi oldirashli bor men o'zim bilsin bu yerda. Hech kim menga bilsin bermaydi. Aş vatanda bir balla tunaydan olib ketdi, Uyg'ur xalqim tunaydan olib ketdi. Shuningdan keyin o'zimga birsi xo'shallik. Turmuş degan mishna bo'lsa nim degan yaxshi dedim-da mana. Hozir birisi xo'shallik bor menda. Birisi Albatta. Bu kesipde netije kazanç degan naýat çoň baxt her bir insan üçün çoň baxt. Onun için siz degендek bu işçiden keliş gerek bäzi nerseler çoň, işçiden çıkış gerek, işçiden ýaşaş gerek hemde o. Söýgüň rolu bek çoň hemde söýüş gerek de ýaxşy görüş gerek. Aş qypatgan kesip meýli nim boluşyny gaty nazar. Onundan keyin sanat İşte yani talant mı bağı deyme belki kızınızın elik piyanogu bağan sıraylık susuşup resim sızışını yaxşı görüp geçişinin sebebi mi belki o adamlarda bir xil talant bolduçu opmu sanatçilerde hem de ma Türklerde müşnaq dep koydu sanatçı kim bolduğan narsa emas tuğuluşu sanatçı yok tuğuldu dep deydigan bir gep var ki ama Türklerin ama mening oyamda qaram bu aşında bir talant boluşu mümkün. To'g'ri. Mening oyamda bu bolalar cho'qram tug'ilibchi rasmga maroq qildi.
Ba'zan bizim işimiz tushib qolsa qog'ozga na sizib qo'yamiz. Bu bolalar rasm avrab qolsa, rasmga kurslarda o'qisa, ota-onalar xotirjam bo'ladi. Bu bir mazgil rasmni sizsa, bu cho'qim rasm cho'kib ketmaydi. Ha. Bu odamningki o'sishga bak foydasi Tefekkürü bor. yardımı var. Hamma Allah'ın. aytsa bu yordam bu, rasm yordam. Odamning mijozi tashlaydi. Masalan, bu Norvegiyada ba'zan vaqtda beshimiz og'rib ketdi, kallamni ketib qoldim deb, aji doktorlar desangiz, undan sonra nega pur desangiz, bir kursga kirib qo'ydi. Rasm sizda yamasa qo'l o'ynar. Va ashi siz bu o'ynayotgan boshmog'idan oldi, yana joyiga chiqib qoldi. Bu rasm faqat odamni yaxshi kasb tashlaydi. Lekin rasm o'ytayotgan bolalar bo'lsa, ota-onalar ansirab ketmasin, rasm yaxshi ko'rmaydigan ota-onalar bor, u rasm chiqib ketmaydi. Biroq ota-onalar qo'llab bersak, bu bolalar boshqa kasbni yaxshi o'rganibdi. Masalan, men kichik vaqtimda yaxshi o'qiy olmagan, faqat shu dadamning o'yinlarini yaxshi ko'rib qolgan. Shuningdek, u hunarni, u hunar, biroq rasm emas. Uni men ma'noga ishlatdim-da, puxta. Ma kasb ishladim. Shuning uchun bu kasbim yaxshi ish. Undaq bolsa, yaşlar deydigan gaplarınız barmı? Gerçi nurgun narsa dediniz endi, yığınçaqlap, bizning chet eldagi Uyg'urlarning, yoshlarninki turmushi oson emas. Siz bu nurgun yo'llarni besib o'tib, hozirgidek bir turmushni o'zingiz barpo qilibsiz. Tirishchanlik bek muhim. Ammo shu yoshlarimiz nima qilsin? Shundaq o'z yoshlarga ilgirlash uchun. Yoshlar endi asli mening yishimga bolalar endi yoshlarni o'rgansak bo'ldi. Chunki bu yoshlar qarang, men bu 50 yoshgacha ota-onamning oldida aklab yuribman, opamning oldida. Bu bolalar bek kichik ketganlar chiqib bu yerda. To'g'ri. Bolalar bo'ldi, qarang bu o'yini o'zlari, qarang o'zining tirishchanligi bilan bir yoqdan chet tilda o'ynayotgan, biroq kasbiy o'ynayotgan, biroq o'ynab ketib qolgan. Mening shu shahada qarang, mening bir bek esil ini og'aylarim bor. Ota-onasini endi aklaydigan vaqtda aslamishdan vaqtida. Yani birisi atalarım ballarını bekip örttü. Hem tarafta yardım bulan vaqtda. Bu bolalar menden bek kichiklar shunday bo'lsa-mu, yana vaqt chiqib menga yordam qiladi. Endi mening deganim bu bolalarni bizcha o'rgangan yerimiz yo'q ekan. Endi bundan keyin mening o'yamda bizningki yoshdagi odamlar endi ortiq g'ayvat gapdan jiroqroq vaqt ajratmay bakrak yoshlarni o'rgansak, yoshlarda gap yo'q endi. Endi yoshlarninki menga yo'li bek yaxshi. Faqatla shu yoshlar deydiganim bu Uyg'ur madaniyatini amal bo'lsa, birsimizga shu. Bu ig'izma deyish oson. Shu yoshlar ballarni deb birdan cho'ng'ildi, madaniyatni tushuntirib, haqiqiy shu tushuntiramizmi? Shu Maroyat xonimniki videosini assimi chiqdi, YouTube'ni assa Uyg'ur madaniyati undan chiqdi. Shuni ko'rib tushungandan keyin bolalar, Uyg'ur o'g'inim bu nima degan deb lekin shu o'zimizning kiyimlarini shu bayramlarda kiyib chiqdi. Onu demisem hozir aşna yaxshi ana til maktablarini ichib degan har qahramon analarimiz var mı? Her qahramon aşa adlarimiz var. Shunog'anda yoshlar men ishonman. Bu kayfiyat tug'danmoq degan bu yosh emasku bu. Mana men ularni cho'ng'ildan mana bu ishimda mana yana oldida ketib borman qarang bu kasbda. Bu Tirish kerak. Tirishganda qo'lga keldi. Metxibiye kim ben de chet el tilini o'rgangan bormi dedimda, men hozir bak ishim cho'ng'ib ketdi. Men kunda o'rgansam, ertasi unutib qolman desam kulib ketdi. Sening yishing endi gul ichildi vaqtda dedim menga. Bu Norvegiyada mening yishim u yosh emasga bo'ladi. Sen bilan men qancha yosh kirdim, sen qancha yosh kirding? Men 79 yosh kirdim. Men sana ma'lum bo'lib, hozir men senda yosh turman debdim. Ash gap yaxshi bo'ldi-da. Undan gulliga endi ichilgan bo'lsin. Mana rasmda boshqadan ishlab ketdim. Yosh bolalarga endi men deganim endi bizlar endi bakrak yoshlarni chiqirimiz o'yindan. Bolalarni chiqirimiz. Endi umid bilan yashaylayman shu. Hammamiz umid bilan yashaymiz. Herkes shunaqa voy oyat anda olibdi bu yerda unda o'zimizni tashlaversak qarang, bizning tuqqanlarimiz u umid emas. Biz u yoqda bir unda bo'ldi, bu yerda bunda bo'ldi, bana chiqamaydi. Ish qilgan odam qarang, bana chiqamaydi. Ish qilgisi kelmagan odam cho'qim banan chiqirdi. Bana çıkır. Makan, abımı de, mabımı de depçi bu bana çıkırdı. Bu bananımı çıkarmaya hazır yaxşı fırsatlar kivatıda şuna bolgandan keyin muş kasbçi balla her mening tünegin oylap baksam her çoğut balla çıkıdı yaqın dedim. Ben bunu artist tutup bakkan qaram. Yaş vaqtlarımda kino artist. Bu kino artist bunda asan emas. Ay bir rol alamanda 5'in tutun ketdi. Shuning uchun har qanday kasbchilarni hurmat qilish. Yani birisi naqshchilar desek, muzikachi. Bularni hurmat qilish kerak. Bular bir muzikani
Ben bu şu dadamni eslemoqchi bo'lsam, dadam yaxshi ko'rgan g'ulji naqshlarini qo'yib qo'ysam, dadam shu yenim dilamda o'tirib xotirjam rasm chizaman. Apam isim kelsa ham bir muzikani qo'yman. Shuning uchun bu muzikantlarni biz uxlayotganda bular necha ming qitim duttani o'g'indi, yo'qsa qo'llar mashq qildi. Shuning uchun mushu kasbchi bolalarni biz cho'nglar bakrak hurmat qilib bersak, shuna bo'lganda mushu oldimiz nurg'un cho'rponlar chiqqini va ular o'zi uchun chiqmaydi. Ya'ni shu Uyg'urlarning madaniyatini dunyoga paqirtadi. Yo'rdida. Men shu mana o'zimda chiqmadi, mana ko'zimni Uyg'urda Uyg'ur madaniyat. Meni hozir miya kirganlar mening planimda bir Uyg'ur muzeymini o'ylab qo'ygandi. Bu cho'ng timida bakchiq bo'lib ketadi. Hozir mushaning adimi meniki Nork og'iylarim. Sening muzeym berib kelsak bo'libdi, sen vaqtni chiqam dedi. O'ylab bas, qa muzeymsin, rasmxona hozir muzeym aylanibdi dedi. To'g'ri. Mening rasmxonam haqiqiy muzeym aylanibdi. Masalan, bu yaxshi bo'ldi mana. Uyg'ur muzeym bo'g'chisi. Ko'p rahmat. Nurg'un tirishchanliklarni qilibsiz. Nurg'un yaxshi natijalarga erishibsiz. Haqiqatan tirishmay turib bir natijaga erishish mumkin emas. Abiyam nayt muhim yana bir gap qildingiz. Bu oyliq mag'lubiyatga uchragan odamlarning eng cho'ng ojizligi bahona sabablarning aqsiga o'tib olishda. Onu qilaysan, bunda qildi, buni qilaysan, bunda qildi. Bahona sabab tugamaydigan gapga hayot uchun. Çoxum şu bahona sebeplerini bir tarafga qayirib qo'yib turib tirishish kerak. Balki kecha kunduz balki tirishish kerak. Undan keyin bir natija qo'liga keladi. Shuning uchun natija qozongan alayida odamlar bek ko'p emas endi dunyoda. Ko'p rahmat aytdi. Yaxshi bir hayotingiz, turmush orqali uyqusiz qolsingizmi? Nayt yaxshi bir natijani qo'lga keltiribsiz. Bu faqat o'zingiz uchun emas, ham oilangiz uchun, ham Uyg'ur millati uchun. Uyg'ur millatining hozir shunday ma'naviy oziq ehtiyoji bor. Ro'yi jihatdan biroz nima deymiz, ilhom berilishga ehtiyoji bor har bir Uyg'urninki. Sizlar qarab bizmi o'zimizni ilhom his qilamiz, sizlardan iftixorlanamiz shu bo'pmi san'at sohasidagilar bir parcha rasminglar bilan, balki bir naqshanglar bilan, bir muzik bilan Uyg'ur xalqining necha ming yillik tarixini tushuntiryapsizlar. Bu nayt muhim bir soha san'at. San'atni men o'zimning naytliqi bir san'atkor bo'lmasam-mu, lekin san'atni bek yaxshi ko'rma va bek hurmatim bor. Uyg'ur xalqininki necha ming yillik san'at tarixidan ancha-muncha xabarim bo'lganligi uchun bu san'atning bir millat uchun nayt muhim ekanligini men his qildim va shuning uchun san'atkorlarninki mening ko'nglimdagi o'rni bek shuqri. Onki mayli Marvayt xonimninki kurs bilan munosabatli ba'zi savollar kelibdi. Biz bu kursninki tafsilotini toz yaxshi bilmaymiz. Kurslar balki bir necha oylik bo'lishi mumkin. Tugatilib, yangidan ochilib turishi mumkin. Buni Marvayt xonim bilan siz bilamsiz yoki Akram afandim? Marvayt xonimning kursi bilan munosabatli. O Marvat Hanım özü iniq bildi endi. Marvat Hanım mesela ben bakrak tushuntirib beramayman da kursning vaqtini. Shunga o'z bilan aloqalashsanglar texim yaxshi uchurlarga ega bo'lsizlar. Siz Norvegiyaning tog'doshlariga ajoyib rasmlarni chizayotganligingizni, men avatga videolaringizni ko'rdim, videolarni ko'ryapman. Haqiqatan biroz qizg'andim hamda. Norvegiyaning tog'doshlarida qog'ocha rasmlar bizning vatanning tog'doshlarida bo'lsin degan orzuyim bo'ldi. Xudoyim buyursa vatanning tog'doshlarida sizin güzel resimleriniz ve eserleriniz o'rin algısı. Bu bizimki ümidimiz. Bugün bir yarım saatlik vaqt bo'ldi hazır. Yaxshi bir suhbat bo'ldi. Menimki endi qo'shimcha deb qo'ydigan gapingiz bormi? Men endi gap so'zimda endi hammasi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki men tarixchi emas. Tarixchilar endi unroq so'zlaydi bu tarixni. Men azroq qo'shib qo'ydim. Biroq men biladigan narsam jiqog'ini ba endi hammamiz o'zimizning kasbini so'zlasak, bakrak yaxshi so'zlayman deb o'ylayman. Maybiyoqchilarning o'zi uchun so'zi bor, meniki hunar san'at. Shuna olganda endi buni taklif qo'yman. Yana birisi mening Qozog'istonda dadam ko'rishamidi, dadamning akasininki mening cho'ng opam bor-da. Cho'ng opam necha yil oldin men ko'rishgan. Ash cho'ng opamiz shu yaqinda mening bu videomni ko'rib, shu yarim yilda ish qoldi deyman. 91 yosh kirib turib, qo'shib ketib, aşağıda menimki shu Uyg'urlarning madaniyatiga
işte işlerini kuvvetmanı bana. Aşı çoğun apamız mı bana bir salam verip ki. Mesela ahırsı tügahıda çoğun apamın ki bana bergen duasını. Hemimizki bergen dua dep oylayman de. Yani bizim bu bulanlar näwir körüňler bazı özüňiz bilisiz Şu ýaşlar. sözü bolsa şu dua bilen ahırlaştıraýly emse. Şuna bolganda mening telefonumda. Mikrofonu tutsanız 91 yaş kiriş asan emes. Ekrem. Duvarım balam. Duga qıptırman. Allah bürüse birinci mayda men Hudaýym bürüse 90 gitelimen. Allah'a şükür. Hem neme cayımda, beşim cayımda degендek. Ondan Hudaýym bürüse hemmeňlarga dugarymny berip durman. Aman bolаңlar. Aman bolsak görüşüp kalamız. Görüşkili Hudaýym nasip kılsın. Görüşeýli. Ben bolsam kıyırdım ana. Hudaýym Allah bolsa 90 gitelimenke 1 mayda. Şoňgaça görüşsek hacı emas bolam. Aman bolаңlar. Boljaklarning kızıgını görüňler. İşkiňler mamı boğay bolup taň kerip taňlaýňlar. Bəxt olsun, ballarılar bəxt olsun. Yani bəxtiňlarni bersin. Yani bir Hudadan soraýman men. Aman bolayly bolam. Endi men koyap berginem endi. Köp rahmet. Hakikaten bu momalarımızın duasını eliş emdi köpümüzün hiyal olup kaldı emdi çüştek olup kaldı. Köp rahmet. Hemimiz bu momamızın duasını ağandek bulduk. 91 yaş kış asan emes. Momamızga uzun ömürler tileyme, salametlik tileyme. Sizge kesmenize tehim yaxşı utuklarını tileyme. Uygurlarını Avrupa'da, bütün dünyada tehim yaxşı tonutuşunuzu ümit kılma. Köp rahmet sizge. Rahmet. Undaq bolsa programda ahırlaştıramdyk. Burada hemmeňlarga rahmet. Ekran aldyky kaderli körülmenler ýani bir programymyzyňky ahyrgy keldik mana. Keňki programda görüşeýli. Hemmeňlar Allah'a emanet bolаңlar. Hudaýym emanet emse.